Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekiston tarixidan bugungi mavzumiz 18-asrning ikkinchi yarmi va 19-asrning birinchi yarmida Buxoro amirligi mavzusi hisoblanadi. Demak, shu mavzuni sizlar bilan muhokama qilamiz va shug'ullanamiz. Demak, mavzumiz quyidagi rejalardan iborat. Bu yerda 4 ta reja bor. Birinchisi Mang'itlarning hokimiyat tepasına kelishi. Ikkinchi rejamiz Muhammad Rahimli va Donyorbek Otaliq davri. Keyin uchinchisi Amir Shohmurat va Amir Haydar o'tkazgan islohotlar. To'rtinchisi Amir Nasrulloh davri. Demak, 18-asrning ikkinchi yarmi, ya'ni 19-asr, 18-asr o'rtalarida Buxoro xonlig'ida vaziyat qanday edi? Ma'lumki, Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi vakillari, ya'ni Abulfayz xon o'sha paytda taxtda edi. 1711dan 1747-yilgacha hukmronlik qilgan. Bu hukmdorni biz yaxshi bilamiz. Irodasiz, qat'iyatsiz hukmdor va o'sha paytdagi amaldorlar qo'lida quvurchoq bo'lib qolgan hukmdordan biri edi. O'sha paytda ayrim qabila rahbarlari hokimiyatda katta nufuzga ega bo'lib oladi. Shulardan birisi Muhammad Hakimiy bo'lib, Buxoroda otaliq lavozimda bo'lsa, amirga xonga katta ta'sir qilib biladigan amaldorlardan edi. Va 1740-yilda Eron shohi Nodir shoh Buxoroga bostirib keladi va Buxoroni bosib oladi. Muhammad Hakimiy bo'lsa, Nodir shohning xizmatiga kirib, mamlakatda qo'shbegi lavozimida 1743-yilgacha mamlakatni boshqaradi. Buxoro bo'lsa, Nodir shohi to'liq qaram davlatga aylantiriladi. Muhammad Hakimiyning o'g'li Muhammad Rahimiy bo'lsa, o'sha paytda katta qo'shin to'plangan bo'ladi. Buxoro tomonidan Eronga jo'natiladigan 10 ming kishilik muntazam qo'shinning rahbari bo'ladi. Endi Hakimiy o'lgandan keyin davlatda amaldor hokimiyat Muhammad Rahimiyning qo'liga o'tadi. Abulfayz xon bo'lsa, qo'rchoq hukmdor sifatida tarixda qoladi va 1743dan 47-yilgacha Muhammad Rahimiy mamlakatni boshqarib turadi. 47-yil 14-iyunda bo'lsa, Nodir shoh o'ldirilgandan keyin taxt uchun kurashlarda, o'zaro urushlardan keyin Muhammad Rahimiy ham chetda turmaydi va 1747-yilda Abulfayz xonni o'ldirib, hokimiyatni to'liq o'zining qo'liga oladi va mamlakatda undan keyin birin-ketin o'g'li Abdulmo'min va Abdullalarni qo'yib, davlatni ularning nomidan boshqarib turadi va 1756-yilda Muhammad Rahimiy amir unvonini olib, davlatni to'liq o'zining hokimiyati ostida birlashtirib boshqarib turar ekan. Endi Buxoro davlati o'sha paytda amirlik deb aytilib boshlaydi 1756-yildan boshlab. Chunki Muhammad Rahimiy Chingizxon avlodidan bo'lmaganligi uchun o'zini xon deb e'lon qilmaydi, balki amir deb e'lon qilib mamlakatni boshqaradi, lekin cheklanmagan mutlaq monarxiyaga asoslangan davlat edi. Endi 1758-yilgacha Muhammad Rahimiy mamlakatda markazlashgan kuchli davlatga asos solishga harakat qiladi. Davlatdan bo'linib ketgan ayrim bir hududlarni, misol uchun Xo'jand, Turkiston, Urgut, Shahrisabz, Ko'lob, Hisor va boshqa hududlarni Buxoroga qo'shib olib, katta davlat tuzishga harakat qiladi. O'sha paytdagi ayrim qabilalarni o'zini to'liq hukmronlik ostida birlashtiradi va uning bu siyosati Buxoro davlatining kuchayishini olib keladi. Amir Muhammad Rahimiydan keyin mamlakatni undan keyin boshqargan Donyorbek Otaliq davri haqida aytadigan bo'lsak, 1758-yildan 1785-yilgacha mamlakatni boshqaradi va bu davrda Donyorbek davrida mamlakatda ayrim beklarning beboshlig'i va mamlakatda siyosiy tarqoqliklar holati bo'lib o'tgan. Ularga qarshi Donyorbek kurashishga harakat qiladi, lekin uni uddasidan chiqa olmaydi. Vaziyat murakkablashadi. Shundan keyin oddiy aholining holati yomonlashadi. Misol uchun hunarmandlar, dehqonlar va rayatning boshqa qatlamlari soliqlarning ko'payganligi, turli xil notinchliklar, adolatsizliklar natijasida ularning qiyinchiliklari yoki noroziliklari kuchayotgan edi va buni bilgan Donyorbek taxtga o'zining katta o'g'li Shohmurodni o'tkazadi. 1785-yildan 1800-yilgacha bo'lgan davrda Amir Shohmurod mamlakatni boshqaradi. Amir Shohmurod Buxoro amirligida qanday hukmdor sifatida tarixda qoladi? U aqlli, farosatli va dindor, xalq holini befarq qarab o'tirmaydigan
davlatni rivojlantirish tarafdori bo'lgan va xalqni ahvolini yaxshilash uchun ayrim islohotlarni olib borgan hukmdor sifatida tarixda qoladi. O'zi ham hayoti davomida dabdabalardan uzoq va o'ta kamtarona oddiy hayot kechirgan hukmdor sifatida tarixda qoladi ekan. Uni olib borgan islohotlar natijasida, misol uchun moliyaviy, ma'muriy, sud tizimida, harbiy ishlar sohasida ma'lum bir islohotlarni olib boradi. Ana shu islohotlar xalqni, davlatning iqtisodiy, siyosiy va harbiy tomondan kuchayishini yordam bergan. U soliqlarni kamaytiradi, ayrim amaldorlar nufuzini oshiradi, ta'lim sohasida ma'lum islohotlar olib boradi. Shuning uchun ham davlatda markazlashgan va kuchli davlatni kuchayishini olib boradigan islohotlari haqiqatan ham samara berib boshlaydi ekan. Xalq unga Amir Ma'sum deb nom bekorga qo'ymagan, ya'ni begunoh amir, chunki uni o'zi adolat bilan siyosat olib borishga harakat qiladi, ma'lum bir hududlarni o'zidan qo'shib oladi, shariat ahkomlari asosida mamlakatni boshqarishga harakat qiladi. Undan keyin mamlakatni uning o'g'li Amir Haydar boshqaradi 1800-yildan 1826-yilgacha. U ham otasining ishlarini olib borishga harakat qiladi, lekin dastlab yosh bo'lganligi uchun mamlakatda ma'lum bir tartibsizliklar va tajribasizlik natijasida tartibsizliklar bo'lib o'tadi, lekin u qiyinchilik bilan o'zini bo'ysundirishga harakat qiladi. Ayrim qo'zg'olonlar bo'ladi, ularni bostiradi. Amir Haydar davrida mamlakat hayoti ma'lum bir natijalarga erishadi. 1826-yildan 1860-yilgacha bo'lgan davrda mamlakatni Amir Nasrulloh aslida hukumat boshqaradi. Amir Nasrulloh davrida Buxoro amirligi cheklanmagan mutlaq monarxiyaning eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davrlar edi. Uning tarixda qattiq qo'llik bilan boshqarganligi haqida ma'lumotlar bor. Dastlab unga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonlarni shafqatsizlik bilan bostiradi, unga qarshi bo'lgan guruhlarning hammasini yo'q qiladi, ma'lum bir islohotlar o'tkazadi va 1837-yilda ularning eng mashhuri harbiy islohot bo'ladi. Muntazam qo'shin tuzadi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 40 ming kishilik piyoda qo'shin tuzgan va to'pchilar qo'shini va maxsus qurollangan armiya, keyin otliqlar qo'shin tuzadi. Bu armiya natijasida atrofida hududlarga yurishlar qiladi. Jumladan 1842-yilda Qo'qon xonligini bosib oladi, lekin Qo'qon xonligi uzoq qaram bo'lib turmay mustaqil chiqib ketadi. 1856-yilda uzoq yillik qarshiliklar natijasida Shahrisabz, Kenagaz, Qarshi hududlarida ayrim qabilalarning va hududlarning bekliklarini qarshiligini sindirib, mamlakat hududini to'liq bo'ysundiradi. 1860-yilda Amir Nasrulloh vafot qiladi. Shuning bilan bugungi mavzumiz yakunlanadi.